Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Zamira bu degani rus tili grammatikasiz darsimizning har hafta chiqadigan yana bitta qiziqarli qismi. Zamira o'zi kim? Oliy ma'lumotli rus tili va adabiyot mutaxassisi, 8 yildan beri rus tili o'qituvchisi hamda Toshkent shahrida joylashgan Poliglot o'quv markazi asoschisi. Undan tashqari shunchaki rus tilini bepulga o'rgatadigan savob yo'lidagi shaxs. E'tibor markazimizda у тебя есть деньги, ya'ni bugun nimang bor, nimasi bor va nimasi bo'ladi va nimasi bo'lgan degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Rus tilida есть so'zi bor, есть degani ikkita ma'noni beradi. Есть bor yoki есть yemoq. Bizga esa faqatgina bor ma'nosi kerak. U o'zgarmaydi. Har doim egalik qo'shimchasi bilan есть keladi. Masalan, menda bor degani у меня есть, senda bor degani у тебя есть. Unda bor degani o'g'il bola bo'lsa у него есть, unda bor degani qiz bola bo'lsa у нее есть. Agar u средний род bo'lsa у него есть bo'ladi baribir. Ko'plikda bizda bor bo'lsa у нас есть, sizda bor bo'lsa yo sizlarda bor bo'lsa у вас есть. Agar ularda bor bo'lsa у них есть bo'ladi. Agar sizga bu grammatika kamlik qilayotgan bo'lsa va rus tilini yanada tezroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda offline va onlayn kurslarimiz bor. Bemalol shapkadagi описаниеga o'tib, Telegramdan adminimizga yozishingiz mumkin. Ular sizga полный yo'l yo'riq ko'rsatib, sizga to'g'ri keladigan guruhni tanlab beradi. Keling, endi 3 ta namuna aytaman. Masalan, у него есть тетрадь. Uni daftari bor. У них есть книги. Ularning kitoblari bor. У меня есть собачка. Meni kuchukcham bor. Bor ma'nosi o'tgan zamonda. Siz o'zingizga emas, predmetning rodiga qarab ketasiz. Masalan, это дерево. Дерево средний род. Agarda menda bo'lgan, agarda senda bo'lgan, agarda bizda bo'lgan, agarda ularda bo'lgan daraxt demoqchi bo'lsangiz, o'zi было bo'lib keladi. Agarda biz средний род bilan aytamiz, planshet. Agarda menda, agarda senda, agarda unda, agarda bizda planshetimiz bo'lgan desak, planshetda muzkoy rod bo'lgan sababli у нас был планшет deymiz. У нас был планшет. У меня был планшет, у тебя был планшет, у него был планшет. Endi agarda kniga женский род. Kniga kitob bo'lgan demoqchi bo'lsangiz, быть so'zi была bo'lib ketar ekan o'tgan zamonda. У меня была книга, у тебя была книга, у него была книга, у нас была книга, у вас была книга bo'lib ketadi. Shunday qilib rodlarga o'zgarar ekan, o'sha быть so'zi ham predmetning rodiga, aytadigan shaxsning rodiga qarab emas. Tushunaman, rus tili qiyin, lekin bunda sizga rus tili grammatika bilan darslarimiz yordam beradi. Har hafta bizni ikkinchi playlistimizda rus tili grammatika bilan darslarimizni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bilimlaringizni ziyoda qilsin, sizga ham, bizga ham savob tegsin. Kelasi zamonda ham bo'ladini ko'rib chiqamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring, chunki videoning oxirida men sizga 5 ta o'zingizni bilimingizni tekshirish uchun vazifa tayyorlab qo'yganman. Kelasi zamonda qanday bo'ladi? Kelasi zamonda у меня будет или у меня будут bo'ladi. Agar narsangiz sizniki, meniki, uniki, buniki bitta bo'lsa, у меня будет дом. Masalan, meni uyim bo'ladi. Agarda siz ko'plikda aytmoqchi bo'lsangiz, у меня будут деньги. Meni pullarim bo'lishadi degan ma'no bilan keladi. Shunda будет birlik narsaga, будут ko'plik narsaga. Tushundingiz degan umiddaman. Agarda sizga videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like va podpiskangizni unutmang va yana qaysi mavzularni ko'rishni istashingizni kommentariyada yozib qoldiring. 5 ta gapni o'zbek tilidan rus tiliga o'giring va kommentariyada yozib qoldiring. Meni mushugim bor. Bizni sariq divanimiz bo'lar edi. Seni diploming bo'ladi. Sizni qiz farzandingiz bor. Ularning uyi bor edi. Falarni bajargan bo'lsangiz, xudo xolisa keyingi darslarda ko'rishguncha, paka-paka.